Kir mashinamizda mahsulot yuvdik. Yuvib turib, akamiz mana sentrofuga bor ekan. Sentrofuga mana anaqalar soldik. Adyolar effektini ko'rasizlar qanday yuvilgan. Hozir effekti mana solganimiz mana toza, quruq holatda mana chiqdi. Mahsulotimiz tayyor. Endi buni sal sergitib, pardozini qilsa tayyor chiqadi yana bu. Hozir yana ko'rasizlar. Sentrofuga o'zimizning Marg'ilondan ekanlar. Turkiya emas. Mana bitta mahsulotimiz chiqsa, mana bu ham tayyor. Xudo xolos. Sentrofuga zo'r ekan, quritib oldi. Xudo xolos shunga shunaqa adyolar yuvadigan, parda yuvadigan, palasam yuvadigan maxsus sent anaqa kir mashinalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, chiroqni taxlab beramiz. Mana shu holatda qilib, xohlaganlar 50 kilo, xohlaganlar 100 kilo, xohlaganlar 120 kilo qilib, qo'lni necha yerkalik qilib taxlab beramiz shu holatda. Ko'rasizlar. Aparatdan akamizni o'rnatganmiz, Yazevonga. Kimga shu gilam yuvish, bu narsa parda xizmat kerak aytaverasizlar, aka nomerini qo'yib qo'ying. Aka qalay, yaxshiladimi apparatlar? Bog'lasa, qayerdamiz biz? Yazevondamiz. Yazevonga o'rnatdi, akamizga ham garantiyalar 3 yil qilib, chiroqni o'rnatib yurgizib berdi. Kimga shunaqa gilam yuvish, parda yuvish, adyolar xizmat bo'lsa aytaverasizlar ham, nomerini qo'yib qo'yaman aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Xolos, hammalarga rahmat. Boramiz.